Salom hammaga, sizlar bilan Shohjahon. Bugun sizlar bilan Let's Play olamiz. Let's Play sal qisqaroq. Unda bizlar qishloq topishga va shaxtadan narsalar o'marishga ulguramiz. Let's Play. Ana. Bizlar bu safar KPMS'ni ham bosamiz. Chunki xitqivorda o'lurganimdan keyin narsalarni qidirib topolmay xitqivorda o'shaning uchun crafting world quramiz endi. Mana o'zi merga ham kirishni boshlamoqda. Negadir sal videoda qochishlar bo'ladi. Negadir telefon qotyapti. Yangi versiya ochmasam bu juda yomon bo'lib qopti. Yangi versiya ochmasam juda ko'p merlarim bor, shuning uchun qotyapti. Yangi versiya ochsam umuman qotmaydi. Hozir ham unday ko'p qotishlar bo'lmaydi. Mana qotmayapti unday. O'zi 48 chankida, lekin hozir 32 chank bo'lib qolgan. Shuni to'g'rilash maqsadida yana qaytadan Minecraftni o'tkazaman. Cho'lda mana spawn qildi bizni. Men hech qanaqa set yozganim yo'q. Ko'rdingiz o'zingiz, shunchaki bu omad. Mana shaxta ham chiqdi. Sen qanday shaxta bu yerda borligini bilyapsan desangiz, men montaj qilayotgan paytim ovoz bilan yozib olaman, chunki jimjitlikda o'ynasa juda yomon bo'lib qoladi. Shuning uchun mana shunday sandiq bo'lish kerak edi. Ana birinchi sandiq. Mana. Uchta temir va oltin olma. Voy. Golden apple. Bo'ldi, endi daraxt bor ekan bu yerda, daraxtni ham chopib olamiz. Shu yerda xuddi jokerni tuzog'i borday. Mana sal daraxt chopishim kechikdi sahro spawn bo'lganiga. Yana shaxtaga tushamiz. Keyin qishloq qidirishga ketamiz. Qishloq shu yaqin atroflarda bo'lishi kerak, chunki men montaj qilganimcha shuni sezdim. Qishloq va mening omadim juda kuchli. Mana daraxtni ham chopib olamiz. Shu skin muammosi meni hali ham qiynayapti. O'zimga skin yaratishga qiynalyapman, lekin skin yaratishga harakat qilaman. Mana birontalar taxtadan kirka yasasa, bizlar temirdan kirka yasaymiz. Yana shaxtaga borish kerak, narsalar yana sandiq topish kerak. Keyin ikkinchi qismlarda shaxtani yaxshilab o'rganib chiqamiz. Butun boshli shaxtada bir donagina sandiq bo'lmasa kerak. Mana o'shandan boshqa mana sandiq. Sandiqda ham lootlar yomon emas. Menga kerakli narsa bor ekan. Ism bergichi emas, mana shu o'simliklardan kerak. Lekin baribir qishloq topishim kerak. Lekin qishloq topolmasam, bu o'simliklar menga kerak bo'ladi. Shu narsalarni ham olib ketay. Kechisini ham kovlash esdan chiqmaydi. Mana. Sizlar ko'proq video ko'rgingiz kelsa, ko'proq like va obuna sizlardan so'rab qolaman. Bo'ldi shekilli, boshqa sandiq qolmadi. Ha, bu yoqqa borgandim. Ketdik. Mana shu ochiq joyga qarab yurish kerak, chunki shu ochiq joyda qishloq bo'lishi kerak. Hech qayerda boshqa sandiq yo'q. Lekin keyingi qismlarda yaxshiroq branyalar bilan bu yoqqa boramiz. Yo'q. Hech qayerda sandiq yo'q. Lekin farqi yo'q menga.
Uy, Jokerning tuzog'i. Aytgandim sizlarga. Shu yerda Jokerning tuzog'i bordek ko'rindi deb. Qandaydir hamma narsa havoda turganiga Jokerning tuzog'i bor deb o'yladim. Bu daraxt kerak bo'ladi bizga. Molni ham o'ldirib olish kerak. Mana endi bizlar steykimiz bor. Bitta tosh qozlab olaylik. Tapor o'sha narsalar yasashga omadliman-da men. Birontalar taxta kirka bilan toshni kovlasa, men temir kirka bilan kovlayman. Bu mening oxirgi meram bo'ladi, ya'ni oxirgi dunyoyim. Boshqa worldlar ochmayman. Ana shu worldda juda ham kuchli bo'laman va nezirit aslahalar va ana qishloq topildi. Yaqingina deganda o'zi ham qishloq. Meni omadim bilan hech kim o'ynashmasin. O'g'il bolaning omadi bilan hech kim o'ynashmasin. O'g'il bola har doim omadli bo'ladi. Men hamma sahrodagi worldlarimda hammasida qishloq chiqqan, negadir bunisi savannada chiqdi. Mana shunaqa uylar ko'pmi deyman bu qishloqda ko'ringandek bo'ldi. Voy, bu nizo bulutlar. Qaranglar, empty map joyimizni xaritasini ko'rsatadi. Ana shu jetellar 7 ta yuzimurtga o'shandan bitta beradi. Bizda shundan shuncha ko'p bor. Hali bunaqa uylardan juda ko'p. Birinchi golem bratni o'ldirib olish kerak. Chunki bu bizga xalaqit beradi. Bizlar keyinroq ham bu golem spawn bo'laveradi. Javada shunisi yaxshi, golemlar har doim spawn bo'laveradi. Mana bitta tapor yasolmasa, kirka bilan o'ldirish qiyin bo'ladi. Boshiga kirka bilan solmayman-ku. Ana. Urilmayapti-ku. O'ldirilyapti. Mana. Va nihoyat ultis yaramas. Buncha urush qiyin bu plosta. Oxirgi zarmamda o'lish kerak. Ana o'ldi. Menga sening guling nima kerak? Menga temiring bo'lsa yetadi. Mana bu uyga ham kirib olish kerak. Va lootlarni olish kerak. Hali bizlar kelajakda shu bayroqlar yasashning o'rniga jetellarni mana shu uydagi bayroqlarni olamiz. Bu yerda unaqa uy yo'q ekan, endi yana bitta bor ekan. Shunisiga ham borish kerak. Kutubxona ham uy bor ekan. Bu qishloq juda zo'r qishloq ekan. Lekin kravatli uylar kam ekanda shu. Hali bir kravatli uy topgan yo'q. Empty mapdan 10 ta bo'lib ketdi. 10 ta bo'lsa 70 ta izimurtga sotib olinadigan narsani men tekinga oldim. Ne omadliman. Omadim kamaydim deyman-da shu. Mana. Bu kutubxona uyida boshqa uy topish kerak. Kravatga albatta bosib olish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Mana shu yerda yotoqli uy bo'lish kerak, mana bor ekan. Bosib oldik. Shu somonlarni ham behuda qoldirmaslik kerak. Hammasini kovla olamiz somonlarni. Men bir ham omadliman. Lekin temirdan bolta yasaymiz. Hech qachon temirdan ketmon yasamayman men. Chunki hayf bo'ladi temirim. Hali juda kuchayib ketgan paytim olmosdan ham yasab tashlayman. Lekin hozir kuchsizman, shuning uchun bizga tosh ham bo'laveradi. Toshdan ishlatsak o'lib qolmaymiz-ku. Oldimmi? Ha, bo'ldi. Mana. Mana shu yerda 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta 7 ta 8 ta 9 ta 10 ta 11 ta 12 ta 13 ta 14 ta 15 ta 16 ta 17 ta 18 ta 19 ta 20 ta 21 ta 22 ta 23 ta 24 ta 25 ta 26 ta 27 ta 28 ta 29 ta 30 ta 31 ta 32 ta 33 ta 34 ta 35 ta 36 ta 37 ta 38 ta 39 ta 40 ta 41 ta 42 ta 43 ta 44 ta 45 ta 46 ta 47 ta 48 ta 49 ta 50 ta 51 ta 52 ta 53 ta 54 ta 55 ta 56 ta 57 ta 58 ta 59 ta 60 ta 61 ta 62 ta 63 ta 64 ta 65 ta 66 ta 67 ta 68 ta 69 ta 70 ta 71 ta 72 ta 73 ta 74 ta 75 ta 76 ta 77 ta 78 ta 79 ta 80 ta 81 ta 82 ta 83 ta 84 ta 85 ta 86 ta 87 ta 88 ta 89 ta 90 ta 91 ta 92 ta 93 ta
Nega bu? Ha, bo'ldi, oldim. Mana bu uyda ham kravat bor ekan. Bor yo'g'i 4 ta kravatli uy bor ekan, lekin jitel esa mana shuncha jitel bu. Ko'proq kravat qo'ysa bo'lmaydimi bular? O'zim kravat yasayman yoki o'zim tezroq uxlayorsam, bular zarar ko'rmaydi. Mana endi nima qilmoqchi edim? Kirkamni o'zim javob olaman, bo'ldi. Endi nega ishi yopib qol, o'zim yopgan bo'lsam kerak. Tezlashib borish kerak. Любой bir kravatli uyga uxlash kerak. 4 ta emas ekan. 5 ta bor, 6 ta, 7 ta bor ekan yotoqli uylar. 6 ta ekan. Buni ham olamiz. Barq hozir men uxlolmayman, kech tushmagunchalik. Ha, bo'ldi. Bag emas ekan. Men shu uylarda ham omadim borligi bilinadi. Ko'ryapsizlarmi? Shuncha narsa beradi. Mana hali ham kech tushmagan. Nima mana jitel uxloladi, nima men uxlolmayman. Hozir bular mana yotib oladi. Men mana ko'ryapsizlarmi? 7 ta izmirtga imptiyman. Manda 10 ta boshimda. Yotib olishini qaranglar. Va nihoyat. In advocament mode. Sweet dreams. Mana uxlab turdi. Yangi tong bir narsa qilib qo'ysam. Meni iltimos, meni kanalimga obuna bo'ling va like bosing. Meni kanalim yangi. Mana hozir shu reels bilan vagonlarni qo'yib qo'ysam yaxshiroq bo'ladi. Ichimda narsalar to'lib yurmaydi. O'zimga keraklilarni olib qolaman, bo'lmasa qolaversa hammasi. Mana deyarli hamma narsani sog'lik. Iltimos do'stlar, shu yil